Endi davom etamiz. Biz sizlar bilan millionga keldik. Demak, 1 million 12 qildik oxirgi marta. Endi 1 million 100 qilamiz. 1 million 1 million 100 qilamiz. 1 million 100. Demak, 1 million 100 qanday bo'ladi? 1 million 100. 1 million 1 million 100. Hech qanaqangi end qo'shilmaydi. Chunki katta sonlarda orasida end qo'shimchasi yo'q. 1 million 1 million 100. Ya'ni 1 million 100. Endi shu narsa 1 million 100 ming bo'lsa-chi? 1 million 100 ming. Demak, 1 million 100 ming bo'lsa, 1 million keyin 100 ming deb yozamiz. O'zbek tilida qanday bo'lsa shunday. 1 million 1 million 100 ming deb yozamiz endi. 1 100 ming. 100 deb yozamiz. 1000 deb yozamiz endi. Ya'ni qarang. 1 million deganimiz 1 million, 100 ming deganimiz 100 deb yozdim, keyin ming deb yozdim. 1 million 100,000 bo'ladi. Endi davom etamiz. 1 million 155 ming 322 ming. 1 million 155 ming 322 ni yozamiz endi. Ya'ni 1 million 155 ming 322 ni yozamiz. Demak, 1 million deb yozamiz birinchi. Mana 1 million deb yozamiz avval. Qanday o'zbek tilida qanday bo'lsa shunday. 1 million 1 million 100 deb yozamiz endi. 100 deb yozamiz. 100 100 degani 100 degani 55 ni yozamiz endi. 55 ni 50 chiziqcha 5. Endi qarang. 1 million 1 million 155 ming deb yozishimiz kerak edi. 155,000 deb yozamiz endi. Demak, 1 million 155 ming deb yozdik. Endi 322 ni hech qanaqa qo'shimchalarsiz 322 deb yozamiz. 300 ni yozamiz avval. 300 ni yozamiz. Mana 300 ni yozamiz. 300 300 ni 300 and 322 ni yozamiz. 322 ni yozamiz. Endi 22 ni yozamiz. Demak, 20 ni yozamiz. 22. Ya'ni 1 million 1 million 100 and 55,000. Demak, 1 million 155 ming 300 deb aytamiz. 300 and 22. Davom etamiz. 1 million 155 ming 322 bo'ldi. Endi shuni 1 million 2 million deb o'tirmaymiz, birdaniga 10 millionga o'tamiz. 10 million 463 ming 861 deylik mana. Demak, qarang, 10 million 463 ming 861. O'zbek tilida qanday bo'lsa, xuddi shunday yozamiz. 10 millionda yozamiz avval. 10 million 10 million 10 million 463 mingni yozamiz endi. 463 mingni prosta eshitdimasiz, qo'shib yozib ketaveramiz. 463 ming deb yozamiz. 400 ni yozamiz avval. Demak, degani mana 400 ni yozdik. 400 and 63 ni yozamiz. 63. Endi qarang. 10 million
463 mingni yozishimiz kerak. Ming degan so'z yozamiz. Endi 861 ni qo'shib qo'yamiz. 861 demak 800 ni yozishimiz kerak endi. and endi 861 deb yozamiz. 61 yozamiz. Mana. Demak, qarang, 10 million o'zbekchasiga aytdik, 10 million deb yozdik. 463 mingni yozamiz, qarang, 463 ming. 463,000. Endi 800 861 61. Endi 10 million deb yozdikmi? Demak biz 99 million 475 ming 99 million 475 ming 842 ni yozamiz. Men taxminan yozyapman. Demak 99 million deb yozamiz. Demak 99 ni avval yozamiz. 99 ni. Demak 99 ni yozdim. Ko'rdingizmi? Boshida kelsa ham, boshida kelsa ham baribir birlik o'nlik sonlarga ikki xonali sonlarga qo'shilayotganda chiziqcha bilan yozaman. 99 million deb yozaman. 99 million. 99 million. Endi 99 million dedik, 475 ming deb yozamiz. 475 ming deb yozamiz. 400 ni yozamiz. Demak 400 degani 400 and 400 bo'ldi. 75 ni yozamiz endi. 75 ni yozamiz. 75 75 qarang. 475 ming deymiz-ku, mana qarang. 99 million 475 ming deb aytamiz. O'sha ming deb yozamiz endi. Endi 842 ni qo'shib qo'yamiz. 800 ni yozamiz endi. 800 800 and 842 ni qo'shib qo'yamiz endi. 42. Mana bo'ldi. Endi davom etamiz. Endi biz 100 millionga keldik. 100 million. Demak 100 million 100 million mana 100 ming bo'ldi bu. Mana bu 100 million bo'ldi. Demak 100 million bir qilaylik. Mana shuni 100 million bir qanday yoziladi? 100 million demak bir qanday yoziladi? Demak mana 100 million bir deb yozamiz. 100 million deb yozamiz avval. 100 million deb yozamiz. Demak 100 deb yozamiz avval. 100 million 100 million deb yozamiz. 100 million deb bo'ldi-da. 100 million 100 million birni qo'shish uchun endi 1 deb yozamiz. And 1. Demak tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi xuddi shuni 100 mana 100 hozir 100 million deb yozaylik. 123 qilaylik. Misol uchun-da endi. Shuni yozamiz endi. Qarang, 100 million deb yozamiz yana. 100 million 123. 100 million deb yozamiz. 100 million and 100 yo'q, endi yozmaymiz. Sorry. 100 million 123. 100 ni qo'shayotganimiz hech qanaqa endi yo'q. 100 deb yozamiz. 100 deb yozamiz endi. 100 endi end ni qo'shamiz. And 23 deb yozamiz endi. Mana 23 bo'ldi. 100 million 123. Demak tushunarli deb o'ylayman. Xuddi shuni endi biz sizlar bilan qarang 575 million 999 ming
481 mana sizga shuni yozamiz endi. Demak 575 million deb yozishimiz kerak avval. 575 million, 500 ni yozamiz avval, 500 ni 500 and 500 ko'rdingizmi? 575 deb yozamiz endi. 75 75 575 yozdik. 575 millionda yozamiz endi. Millionda yozamiz. Million 575 million bo'ldi. Endi 999 ming deb yozishimiz. 900 ni yozamiz avval. 900 900 and 999 99 qay 999 ming deb yozish. Endi ming deb yozamiz. O'zbek tilida qanday bo'lsa, xuddi shunday. Endi 481 ni qo'shib qo'yib 400 ni yozamiz hozir. 481 81 deb prosta qo'shib qo'yamiz. Mana. Demak, endi buni ko'rib chiqdik. Endi 500 bularni o'tib oldik. Endi nimani yozsak bo'ladi? Mana 999 million 999 ming 999 deb yozsak bo'ladi. Misol uchun 999 million deb yozamiz endi. 900 deb yozishimiz kerak avval. 900 and 99 qarang 999 million deb yozamiz endi. Mana 999 million bo'ldi. Endi 999 ming deb yozamiz endi. 900 99 yozamiz endi. 999 ming deb yozamiz endi. Mingdan yozamiz. Demak 999 million 999 ming 999 deb, endi 999 qo'shib qo'yamiz. 900 and 99 mana. Bo'ldi mana. 999 million mana 999 million. 999 ming 999,000. 999 999. Demak, bo'ldi. Endi 1 milliard deb yozamiz. 1 milliard. Demak, bu bizda 1 million bo'ldi. Bu mana bu 1 milliard bo'ldi. Endi 1 milliard degani bizda 1 milliard degani yoki 1 billion bo'ladi. 1 milliard bo'ladi. Endi bu yoqqa ketaveradi bolalar. Yana yozsak chiqib kelaveradi. Masalan 1 milliard 1 deylik. Xuddi shuni yana ketaveradi. 1 billion 1 milliard 1 billion and 1. Kodlarim ketaveradi bu yoqqa. Demak 10 milliard bo'ladigan bo'lsa agar 10 billion bo'ladi. Ya'ni bitta milliardni o'ziga ham nima qilaylik? 1 milliard 453 million 763 ming
587 qilaylik. Demak, 1 milliard avval yozamiz. 1 billion 453 million deb yozamiz. 453 deb yozamiz avval. bo'lyapti. Mana 453 deb yozamiz endi. 53. Qarang. 1 billion 1 milliard 400 and 453 million bo'lyapti endi. Million 453 million deb yozdik. 763 ming deb aytamiz. 763 ming. 700 deb yozamiz avval. 700 and 63 ming deb aytishimiz kerak. 63 ming deb yozamiz endi. 63 ming. Endi prosta qo'shib qo'yamiz 587 ni. 500 yozamiz hozir. 587 deb yozamiz. 87. Demak, mana bizda ketdi. Demak, undan da katta sonlarda ham xuddi shuni yozishimiz mumkin. Misol uchun 50 milliard bo'lsa, 50 milliard 50 milliard bo'lsa-chi? ellik milliard bo'ladigan bo'lsa agar 50 milliardimiz prosta 50 deb yozamiz avval. 50 mana 50 milliard deb yozamiz. Milliard billion deb yozamiz. Bo'ldi. 50 billion 50 milliard bo'lyapti. Demak, agar 100 milliard bo'lsa-chi? 100 milliard bo'lsa 100 milliard bo'ladigan bo'lsa agar 100 billion bo'ladi. 100 billion bo'ladi. 100 milliard bo'lsa agar. Endi agar bu 500 milliard bo'lsa-chi? O'zingiz uchun ichiga raqamlar qo'yib tashlab yozib tashlashga harakat qilib ko'ring. 500 deb yozamiz avval. 500 deb yozamiz. 500. 500 500 endi milliard deb yozamiz. Mana 500 milliard 500 billion. Endi yana katta son. Endi bular вообще sizlarga kerak emas. Prosta endi bilib olishlaring uchun bitta katta son yozamiz, shu bilan tugatamiz. Demak, yozamiz 872 milliard 347 million 792 ming 139. Sizlarga qara bo'lib ketdi bu yog'i. Demak, birinchi 872 milliard deb yozamiz. 800 ni yozamiz avval. 800 deb yozamiz. And 800 72 ni yozamiz endi. 72 872 milliard deb yozamiz. Mana 872 milliard bo'ldi. Endi 347 million. Hech qanaqa qo'shimchasiz yozamiz. 347 million deb yozamiz. 347 million. 300
300 47 million deb yozamiz. 47 ni yozamiz endi. 47 47 million endi 347 million bo'ldi. 792 ming deb yozamiz. 792 700 792 qarang. 792 ming deb yozishimiz kerak. Ming deb yozamiz endi. Endi bu yog'iga 139 qo'shib qo'yamiz. 100 and 39 yozamiz. Demak, hozir deb turib yo'q deb turgin. Demak, mana bizga nimamiz chiqdi. Qaraymiz. 872 milliondan nima qilamiz? 872 billion. Endi ketyapmiz Abdulloh 347 million 347 million. Endi 792 ming yozamiz. 792,000. Keyingisi 139 139. Shu bilan mana tugadi. Xohlasangiz nima deydi, boshqa sonlarni ham o'zlaring yozib chiqishlaring mumkin.